Termiz ertangi kun shahriga aylanib bormoqda. Bugun Termiz shahrida ulkan bunyodkorlik avjida. Eski nuragan uylar o'rnida zamonaviy, qulay va shinam mahallalar qad ko'taryapti. Faktlar bilan aytganda, yil davomida 2,8 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Shahar bo'ylab 42 kilometr yo'llar asfaltlanmoqda. 34 kilometr ichimlik suv tarmoqlari yangilanmoqda. 37 ta mahalla obodonlashtirilmoqda. Yashil makon doirasida minglab ko'chatlar ekilmoqda. Yangi turar joylar, savdo va dam olish maskanlari, sport maydonlari, bularning barchasi termizliklar uchun yanada qulay hayot yaratmoqda. Bugun buzilayotgan hududlar ertaga zamonaviy, go'zal va yashnayotgan Termizga aylanadi. Bu kelajak avlod uchun qurilayotgan shahar. Bu o'zgarishlar haqida siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'lishni unutmang.